Assalomu alaykum ikromli o'zkurmanlar. Mush vaqtinglar xeyirli bo'lsin. Uyg'ur tadqiqot institutidan hammanglarga salom yo'llaymiz. Har hafta institutimiz mudiri shundaqla Hacettepe Üniversiteti Adabiyot fakulteti tarix bilimi o'qituvchisi doçent doktor Erkin Akram ma'lumlar qilayotgan xalqaro vaziyat va kun tartib nomli programmamizga xush keldinglar. Ma'lum xush keldingiz. Hoş bulduk, rahmet. Mush ayninki 16 kun, ya'ni 16 iyul kuni Xitoy davlat raisi Xi Jinping, Qozog'iston prezidenti To'qayevning taklifiga binoan bu ikkinchi navbatlik Xitoy va O'rta Osiyo oliy darajali yig'iniga ishtirok qildi. Yig'in bu Xitoy bilan O'rta Osiyo davlatlari o'rtasida, ya'ni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston o'rtasida energiya, texnologiya, qatnash, yezigilik, madaniyat va bexatarlik sohalarida jami 24 to'xtamlarning imzolanishi natijalandi. Biz Xitoy, O'rta Osiyo yoki Turkiston munosabatlari deganda kallamizga bir necha uqumlar kelish kerak deb o'ylayman. Balkim birozdan keyin erkin ma'lumot texnik yaxshi yuritib berish mumkin. Ya'ni bir Xitoyniki bir Turkistonga yoki O'rta Osiyoga qartilgan bir strategik uzun muddatli bir plani, yumshoq kuch, hegemoniya, hukmronlik, qarz tuzuqi diplomatiyasi. Onundan keyin bu yangicha mustamlikaga o'xshash hukmlar kelish kerak deb o'ylayman. Chunki necha vaqtdan beri erkin ma'lumot analizlari shundoqla Xitoyninki O'rta Osiyoga qaratgan siyosatlaridan mushu hukmlarni doirasidan tushunsak Xitoy siyosatini balkim texmi reallik yaqinroq tushunamiz deb o'ylayman. Ma'lum sizcha bu Xitoy bilan bu O'rta Osiyo o'rtasida imzolangan 24 kelishimninki Xitoyning O'rta Osiyoga qaratgan uzun muddatli strategik planininki bir qismi bu Xi Jinping bu dal oliy darajali yig'inda qozon cho'qim ikkil taraf cho'qim qo'l qozon ya'ni ikkil taraf foydali degan alohida ta'kidladi. Buning ma'nosi nima? Mushu savoldan boshlasak. Xitoyninki hoş kazan, yani hemimiz birbirimizge payda birimiz degan bu tushuncha Xitoy ichida Shuangyingdaydi. Ba'zi Xitoylar buni Xitoy bir qitim emas, ikki qitim foydalidi deb, ya'ni Shuangying deb tarjima qilishga win-win deganning tarjimasini shunaqa qiladi. Hamda bu ba'zi Xitoy mutaxassislar buni chaqchaq qilib degan bo'lsa, aslida O'rta Osiyoda Xitoy qozonishni kerak tirishidi. Ya'ni O'rta Osiyoda Xitoyninki talab qilgan jiq narsalar bor. Misolga strategiyalik xom moddalar bor. Mushu neft tabiiy gazdan boshqa nurg'un mushu madanlar bor. Nurg'un mushu hatto o'rmonlar, daraxtlar, nimalar, odumlar lozim demdi. Mo'yin bo'lgan hamda Xitoyninki mushu yeni ipak yo'lini ravon mavzusi uchun O'rta Osiyo bu rayon Xitoyninki ta'siri ostida qilishi lozim hamda Xitoy chetdan deganda. Shuningga Sharq Turkistonning muqimligi va O'rta Osiyoning muqimligi Xitoyninki bu yeni ipak yo'lininki amallashishi va natija elish chetida muhim bir bir strategiya hamda Xitoyninki. Bundan boshqa bu O'rta Osiyoda boshqa kuchlarninki ta'sir doirasini kengaytirishni Xitoy xohlamaydi. Shuningga bundaq bir mexanizma bilan O'rta Osiyodagilarni hammasini o'ziga bog'lash uchun bu yerga ayri mablag'larni selib, taraqqiyotga yardım qilib, ularninki ocholmagan konlar, ocholmagan neft tabiiy gazlar buningga mablag' selib, ya'ni siyosiy, geopolitik va iqtisod energiya jihatda rayonni o'ziga bog'lash. Burun bu Sharq Turkiston Xitoyninki chegara rayonidir. Hozir Sharq Turkistonning ichki rayonga aylantirib, O'rta Osiyoni chegara rayonga aylantirishga tirishyapti. Va Sharq Turkiston bo'lsa, mushu O'rta Osiyo va Janubiy
Şununla bu tarihte Xitay hakimiyeti, Xitayda kurulgan hakimiyetler değil, O'rta Asiyoni 4 qatim ishg'ol qilganda, misoliga Han sulalasi, Tang sulalasi, Mo'ng'ullarninki Yuan sulalasi va Manchurlarninki Qing sulalasi. Bular hammasi O'rta Osiyoga oz bo'lsa-mu, bu yanima ishg'ol qilishga tirishgan. Rossiyaga qaraydigan bo'lsak, shu Çarlık Rossiya va uningki davomi bo'lgan. Boshda Bolshevik hukumati, keyin Sovetlar ittifoqi. Bunda bir ishg'ol qilma hisob qilgan chog'da O'rta Osiyo Xitoy uchun nihoyatda ahamiyatlik bo'lganligini tarixiy jihatdami buni dalil isbot qilibmi ko'rgili bo'ladi endi. Malum biraz burun dep ötkümüzdek bu Xitay bilen O'rta Osiyo o'tirish siyosatini qarz tuzuqi diplomatiyasi deb ataydigan mutaxassislar bor ekan. Amaliyotda bu masalan Tojikiston deymiz, Qirg'izistonga o'xshash davlatda Qozog'iston. Shu Xitoydan ilingan bu yuqori o'simlik qarzlarni to'lashda qiynalib aniq hamda. Dal mush nuqtadan bu davlatlarning Xitoyga iqtisodiyotdan beqindi bo'lib qolgan bir ahvol shakllanyotidi. Bu da siyosat bu kitoblardami, siyosat manba kitoblarida yangicha mustamlika munosabat shaklini ep qoldi degandek bir analizlar bor. Şuna bu Xitoyninki qarz pulini to'lanmagan siri bu davlatlar cho'qim bu davlatlar o'zining yerasti boyliqlarini yoki konlarini va nurg'un narsalarni Xitoyga yoki yerlarini berishga majbur bo'lyapti degan xabarlarmi bor. Bu nima degan gap? Biroz mudagisi tushuntirishingiz mumkin birozdan keyin. Bu balkim shu davlatlarniki ig'lik huquq bevosita ta'sir qilishi mumkin. Dal mush nuqtadan buni biz bu yangicha Xitoyninki O'rta Osiyo siyosatini yangicha mustamlika ideyasi bilan qilyapti desak bo'lamdi yo'q? Buni aniqlash jihatda balki farqli aniqlamalar bo'lishi mumkin. Ama amaliy jihatdan qaraydigan bo'lsak, bu yangi bir tip shakldagi bir mustamlika. Çünkü mustamlika degan narsa hamda bu hukm bu ishg'ol qilib olgan zemin, toprak devletninki ham maddelerini sömürüp ilish ve o'zining ishlab chiqargan mallarını o devletlerge, o rayonlarga setish. Bunu qilalish uchun siyosiy jihatda bu rayonga ta'sir yaratish, iqtisod jihatda bu rayonni sömürüş. Yani mustamlikaninki hukmininki asos mevzusi mushu. Mushu jihatdan qaraydigan bo'lsak, Xitoyninki Afrika bo'lsin, Janubiy Sharq Osiyoning ba'zi davlatlarida bo'lsin, misol Sri Lanka degandek, Indoneziya, Malayziya oz bo'lsa-mu, mushunday bir ahvol bor. O'rta Osiyodagi Qozog'iston biroz boy bo'lg'achqa Xitoy bilan ilib borgan tijoratlarda, iqtisodiy hamkorliklarda Xitoyga qarz yo'q. Qarz hech yo'q emas, bor qarz. Chunki Xitoy bergan pullar qarz. Misolga 2 yil avval O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyatning raislerini hammasini Shiyanga chaqirdi. Ondan keyin Tang sulolasininki o ko'rinishlarni, o atmosferni yaratdi. Çünkü Tang sulalasi O'rta Osiyoni ishg'ol qilgan va sizlarmi yana bizga biat qilib keldinglar degandek bir havoni, bir atmosferni, bir ko'rinishni yaratgan. Shu vaqtida hamma davlatlarga 2-3 milyar dollarlik pul berib turdi. Bu pul bekor berilgan emas. Yani belki uzun müddetlik bir to'laydigan pul bo'lishi mumkin, ama bu qarz yana qarz. Shuningga Qozog'istonninki Xitoyga bo'lgan qarz oz bo'lsa-mu, ammo misolga siz degan Tojikiston, Qirg'iziston Xitoylarga bo'lgan qarzi bek ko'p. Misolga Qirg'izistonninki Xitoyga bo'lgan qarz Qirg'izistonning butunlay tashqi qarzininki %40'ı Xitoy. Shuningga Xitoyga beqinish degan masala chiqadi. Bu Tojikiston, Qirg'izistondan mı chiqaroq qarzi bor? Chunki Tojikistonning Xitoyga setib qila oladigan mollari bek kichik emas. Bunday bir ahvolda O'rta Osiyodagi davlatlarni o'ziga beqindirish uchun iqtisod, siyosiy
siyasi bazı oyunlar, Şanghay Hamkarlık Teşkilatı ve ortak harbiy manevralar, hazırkı mavu O'rta Asya Xitoy, O'rta Asya 5 devlet Xitoy Ali meclisleri degandek muştan mexanizma ile bağlaş. Bundan başka pek bilinmeyen bir uslup var. Yani bu üç güçke karşı degan bir mesele var. Yani bu da ama hemmisiga tegizdi onu mu? Yani bu Uygurlarga karşı hemmimiz hamkorlik qilmasak bo'lmaydi degan bu üç güçni bahana qilib bir mekanizmanı kurup çıkan buludu. Yani bu devletlerle xavfsizlik cette, terörge karşı hamkorlik cette, Uygurlarga karşı hamkorlik cette mi andaq bağlıgan buludu. Yalğızla iqtisadi, ticaret, enerji o bu sahada emas, manda mı bağlaydigan ahvallar mı var? Yani tarixte bu rayonga işgal qilib nurgun mesele nime bisimlarni ishlatib isyonlar chiqib qilgan ahvollar bor. Xuddi hozirmi Qozog'istonda, Qirg'izistonda shu Xitoyga qarshi ilib borgan namoyishlar yaqinqi bir 2 yilda azaldi, ammo burungi yillarda bek ko'pdi. Ya'ni xalq Xitoyninki sog'an mablag' bilan bizning qondagi boyliqlarni ilib ketib bordi. Bununla bu hükümet qarab turamdı degan noroziliklar bor. Ondan keyin bu Tojikiston, Qirg'izistondek devletler shu Xitoy bilan chegara kelishim bu bosqichda ba'zi to'proqni Xitoyga berayotganligini deb turib qilgan nurg'un namoyishlar bor. Ama bu O'rta Asiyada Xitoyni yaxshi ko'radigan odamlar bor. Chunki ular ticaret menfaatini esas kılıdı. Misalga Qozog'istonda bir maqal tamsil bor. Boshliq bo'laman desang Ruscha o'rgan, boy bo'laman desang Xitoycha o'rgan degan. Shuningga ba'zilari vatan millatni deganlar Xitoyga qarshi namoyish qilyotdi, ammo pul boylik deganlar bo'lsa Xitoy bilan munosabatni yaqin qurgan chog'da ya'ni texmi yaxshi bir kelajak bo'ladi deb deydi. Ama Xitoy bu misalga namoyishlarni bu Xitoyga bo'lgan norozilik fikrlarni, ko'z qarashlarni hammasini yoshirin, ya'ni buni yepib turyotdi. Ama bu devletninki matbuotlarda bular hammasi yezig'li. Ya'ni O'rta Osiyodagi ba'zilari Xitoyninki bir mustamlika rayoniga aylanib kelishidan ensirayotidu. Yani bu yalğızla başkasının deganlari emas, shu rayondagi O'rta Osiyo xalqining bir qismi ama shundoq o'ylayotdi va namoyish qilyotdi. Biraz bunlar bir mühim meseleni taklif ettiniz. Bexatarlik meselesi. Yani Xitoy Uyg'urlarni radikalizm bilan yoki oshqo'llik bilan ayblab, o'ziki irqiy qirg'izchasini ilib bordi. Shundaqla O'rta Osiyo davlatlarini shu masalada qoyil qilib keldi. Bu mesele O'zbekistonda bir meselesi var deb o'ylayman. O'zbekiston davlatining shu oshqo'llikqa, radikalizmga qarshi turishdan iborat bir siyosati bor. Dal tushidi. Dal shu nuqtadan hamda biz bu belki tema munosabati bo'lishi mumkin. Vatanga boramaydigan bo'lgan ko'p qismimiz. Shu O'rta Osiyoga boradigan ishlarni tanlayapmiz. O'rta Osiyoga bir sayohat qilib qaytib kelyapmiz. Ama sizliğinizde Xitoyning ta'siri kengaygan sari iqtisodiyimiz, madaniyatimiz, siyosatimiz buni tabiiy holda bexatarlik masalasi o'tirib chiqdi. Ya'ni shu nuqtadan O'rta Osiyo balkim vaqtning o'tishi bilan Xitoyning kuchininki kuchayishiga erishib, biz Uyg'urlarga nisbatan qayani puras bo'lishini qat'iy nazar. Ya'ni bexatar emas bir davlatga aylanib qolgandek ehtimol bormi yo'qmi? Burun mu bazı Uygurlarni Xitoyga topshirgan ahvollar bor bu O'rta Osiyodagi devletlarning. Bundan kim Xitoyninki ta'sir kuchi kuchlangan sari bunda ahvollar yana paydo bo'ladi deb o'ylayman. Ama O'rta Osiyo devletleri yaqinqi shu 2-3 yildan beri
O'rta Osiyo davlatlar bir-birisi bilan bo'lgan munosabatni kuchlantirishga tirishyapti. Yalğızla bu 5 devlet emas, Azerbaycan'ı mı işçiga olgan mundaq e, bir tirishchanligi bor shunday munosabatni kuchlantirish. Bundan boshqa O'rta Osiyodagi davlatlar bu Yevropa Birligi bilan, Saudiya Arabiston bilan, Iron bilan, Hindiston bilan, hatto Iroqdagi Yaponiya va Janubiy Koreya bilan munosabatlarni taraqqiy qildiryapti. Buningki ma'nosi shu bo'lishi mumkin. Ya'ni Xitoy va Rossiya O'rta Osiyoda ta'sirli, ama ularninki ya'ni ikki cho'ng kuchning orasida siqishib qolgan bir O'rta Osiyo davlatlari balki boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatni kuchlantirish bilan ularga taqabul turishninki bir strategiyasini tanlagan bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Ya'ni bu rayonda Xitoy va Rossiyaninki tehdidini his qilyotidi deb o'ylayman. Shuningga bu kuchni tanlash, kuchlarni tanlash jihatda mushu rayonning sirtidagi kuchlarni tanlash belki bular uchun bir xavfni oldini olish uchun bir foydali bir siyosat deb o'ylagan bo'lsa kerak. Faqat misolga deylik, bu prezident Trumpninki birinchi qatim hokimiyatiningki vaqtida Tashqi ishlar ministri Pompeo'ninki O'rta Osiyo ziyorati bordi. Pompeo shu vaqtida aniqla degan, ya'ni Amerika bilan birlikda mushu Xitoyga qarshi birlikda taqabul turaylik. Uyg'ur masalasiga ko'ngil bo'linglar. O Xitoyga qarab qolmanglar degan vaqtida Qozog'iston, Qirg'izistondagi davlatlar aniq dedi, yo'q biz Xitoyga qarshi ishni qilmaymiz deb. Demek ki hem başka kuchlar bilan munosabat qurish va munosabatni cho'nqurlashtirishga tirishyapti, hem de bu Xitoynimi ranjida qilmaydigan ishlarni qilyapti desak bo'ldi. Ya'ni bir nozik bir tamponlik bir siyosatni ilib berayotgandek ko'rinyapti. Hozir bu O'rta Osiyo sirtdagi besimga qarshi mutabiye gücü bekle aciz. Çünkü etrafında çok güçler var. Rayon karakterli güçler var. Misal Amerika, Rusya, Xitay, onundankin rayon karakterli Hindistan, Pakistan, Türkiye, İran degandek devletler var. Hemmisinin bu közü O'rta Osiyoda. Bunda çok devletler bile bo'lgan munosabat, mayli yomon munosabat, mayli yaxshi munosabat, buni tamponlik bilan ilib berishi bu O'rta Osiyo davlatlari uchun muhim deb o'ylayman. Shuningga bu Uyg'ur masalasiga masofalik bir pozitsiyasi bor, masofa turyapti. Xitoyni bakla ranjida qilmaydigan ishlarni qilib kelyapti. Mushu Rusiyaningki Ukraina bu hujum qilishi bilan O'rta Osiyodagi davlatlar Rusiyadan biroz tortinadigan, chekinadigan bir ahvolma paydo bo'ldi. Shuningga bu Xitoy bilan munosabatimizni yaqin munosabatni qura olsa, Rusiyaga bunday taqabul tura oladigan bir tamponlik shakllanadi deb o'ylagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Madem öyle yani mühim bir kalam kelib qoldi. Bu mesela yumuşak güç deb o'tdim ben. Bu biraz burun siz dediniz O'rta Osiyo davlatlarida bu jamiyatningki yuqori qatlam yani bürokratlar bilan bu xalq ommasi o'rtasida bir Xitoyga nisbatan tutgan pozitsiyada bir farqlilik bor deb. Yani yerliklar Xitoydanki bu ba'zi jamiyatga davlatga beradigan ziyonlarni ko'rib yetib namoyish qildi dedingiz. Ammo bu bürokratlar albatta foyda ko'rayotgan bo'lg'achqa ular ko'z yumdi degan bo'ldik. Demak shu nuqtadan Xitoyning O'rta Osiyodagi bu yumshoq kuch strategiyasininki nimishqa bu yerli xalqlar o'rtasida kuchlagandek bir ta'sir paydo qilolmadi. Bu Xitoyninki bu yumshoq kuch kamchiligini hal qilish uchun qanday ishlarni qila oladi Xitoy masalan, qanday imkonlari bor?
Hem de yumuşak güç degan vaqtida bu Xitoyningki Amerika bilan Yevropa, G'arb bilan selishtirgan chog'da Xitoyningki yumshaq kuchi ojiz. Hamda yumshaq kuch degani hamda iqtisod kuchi bo'lgan bir davlat, rayonda va dunyoda siyosiy bir kuchi bo'lgan bir davlat. Ya'ni O'rta Osiyodagi davlatlarga ilib borgan yumshaq kuch bir xil qo'rqitish kuch. Abaqiman degan Xitoy cho'ng davlat bo'lg'achqa. Xitoydan ansiraydigan bir ahvol bor. Ammo Xitoyningki yumshaq kuchi hozir qaragan vaqtida mushu Kongziningki ideyasini singdirish, Xitoy madaniyatini bu rayonlarga singdirish. Bu da mı misaliga Xi Jinping yani Xitoy O'rta Osiyo ruhiy deb bir nimani o'tirib qo'ydi, bir hukmni. Bu nima desam hamda qarshiliqli bir-birisiga hurmat qilish, teng baravar bo'lish, bu bir-birisiga bo'lgan ishonchlikni cho'nqurlashtirish, bir-birisining chaqirishiga ma'qul deyish, ya'ni ovoz berish va shundaqla qarshilikli abay degan win-win, ya'ni qazon-qazon bo'lish, birlikda taraqqiy qilish va bir-birisini qo'g'dab turish, o'xshash kemida bir-birisiga yordam qilish. Yani bu qanday bir ruh bu hamda, ya'ni yumshaq kuchi davodida ruh narsalar yumshaq kuchku. Bu pek yumshaq kuchga o'xshamayotdi. Yani bu yumshaq kuchning hukmini hammamiz bilamiz. Bu Yusuf Neyninki o'tirib qo'ygan bir hukm hamda. Onunki aniqlash bilan selishtirgan vaqtida Xitoyda bu narsa yo'q hamda, hozirgi man degan. Xitoy o'z vaqtida Shanxay hamkorlik tashkilotiga Shanxay ruhi deb bir narsani o'tirib qo'ygan. Umi shu hamkorlik qilamiz, bir-birimizni bayqilamiz, bir-birimizga qaraymiz, bir-birimizni qo'g'daymiz degan. Aslında bu siyosiy, ya'ni ya da iqtisodiy hamkorlik masala. Ammo Xitoyningki bu nimada boshqa bir yerda Xi Jinping'ninki ifodasi bilan bundan keyin shu O'rta Osiyoga texnik jiq imkon berdiganligini, nurg'un bolalarga bu o'qish imkonlarini, Xitoyda ta'lim-tarbiya ilishga imkon berdiganligini va Xitoyning universitetlarida shu O'rta Osiyoning tili va adabiyoti va kulturini o'rganadigan bölümlerini açıdığanlığını, yani Xitoyningki bir medeniyeti, yani kültürünü, örf-adetlerini, qiliqlarini, qoidalarni bir o'rganib, bu O'rta Osiyoga singish degan gap. Tabii ki bu yumshaq kuchlar shu singish degan gap. Başka devletler seninki yumshaq kuchini qabul qilgan chog'da sen o devletlerinin ya da o cemiyetlerinin ustida bir ta'sir kuchini qozongan bo'lsa, tiklagan bo'lsa, Xitoy bununla tirishadi hozir men degandek. Ko'plab O'rta Osiyodagi devletlarga o'qish imkonlarini berish va O'rta Osiyoda Xitoyningki Konzi institutini va Xitoy madaniyatini tanishtirish degandek shunda bir faoliyatlarni qilamiz davodadir. Jiqroq mablag' solamiz davodadir bunga, ya'ni bu jihatda. Menimcha bu G'arbning, Amerikaning dunyoga sog'an bu yumshaq kuchchilik bir kuchni yaratamaydi deb o'ylayman. Chunki Xitoyningki bir kültür, siyasi medeniyeti değil, siyasi kültürü değil. Siyasi kültürü hazır 21. asrga mos kelgan bir xil kültür emas. Onun kültürü Xitoy kültürü bile başka kültürni assimile qilish. Misalga Sharq Turkistonda nima deydi? Wenhua Runjiang deydi. Yani Xitoy kültürü bile Sharq Turkistonni oziqlantirdi. Nima demak u? Yani Sharq Turkistonninki kültürünü yo'qotish degan gap. Misaliga bu Wang Yi'ninki bir so'zi deydi, bu Zhang Qianning ismini bilmadiyu, Zhang Qianninki
biyografisida yozilgan bir so'z o. Janchen ketib kelgandan keyin Xitoy va O'rta Osiyoning arasında elchilar, bu kelgan va ketgan elchilar bir-birini ko'raoladigan, uchrasholadigan shunday qo'yiq bo'lyotidi deydi munosabat. Ondan keyin bu tijoratchilar hargiz bunday to'xtab qolgan emas. Birisi mayoqqa mangan bo'lsa, birisi mayoqqa kelgan bo'ladi debchi. Shuni qilib bo'lgandan keyinla Xitoy nimani Sharq Turkistonni va O'rta Osiyoni ishg'ol qilgan. O'rta Osiyoning bir qismini. Qirg'iziston va Qozog'istonning bir qismini. Hatto shu millatdan avval 36-yilda Shimoliy Hunlarninki podshosi bo'lgan Chechenni shu Xitoy qo'g'lab berib, Talasda tutilib o'ldirildi. Ve şu vaqtdagi bir komutan Çingtang degan bir komutan deyilgan bir gap bor. Xitoyga qarshi chiqqan har qanday odam, har qanday yerga qochaman desa, ashaga berib tutgan yerda o'ldiramiz deb. Keyin Xitoy bir kino ishlatdi-ku, urush bo'risi deydigan. O filmda bu gapni ishlatdi. Ya'ni Xitoyga chekinsang, nega qaçsan shu yerda tutib o'ldiramiz deb. Ya'ni Xitoyninki O'rta Osiyodagi bu tarixchilikdagi bir so'zni ilib munosabatni anlatmoqchi, ama o so'zning arka tarafdagi tarixlar başka bir narsa anlatyotidi. Shuningga bu O'rta Osiyadagilar Xitoyni tonigan siri, tarixini tonigan siri, mencha Xitoyninki madaniyatiga bakma beqinib ketmaydi deb o'ylayman. O'rta Osiyoliklarning o'ylaydigan birinchi ishi iqtisod, tijorat. O'ylaydigan ikkinchi ishi ya'ni xavfsizlik, ya'ni Xitoyninki hujumga uchurmaslik. Shuningga Xitoyninki yumshoq kuchlari balkim shu maktabda Xitoycha o'rgangan, qo'ng'zimizni o'rganganlar bo'lishi mumkin, ama ular yana az sondagi bo'lib qoladi, ama ko'p sondagilar va ba'zi Xitoydan ansiraydigan ba'zilari mencha Xitoyninki unday yumshoq kuchini qabul qilib ketmaydi deb o'ylayman. Mana bu Xitoyninki O'rta Osiyo siyosatida bizningki Sharq Turkistonninki bexatarligi nimishqa bunchalar muhim. Bu ahvol Xitoyninki bu radikalizmga deyiladi qarshi O'rta Osiyoda hamkorlikninki bir hamkorlik izdishini qandaq bir shakllantirdi siyosatini. Biraz burun belki ta'kidlab o'tdingiz, ama bu bek muhim deb o'ylayman. Sharq Turkiston Xitoy uchun shu coğrafya, geostrateji jihatdan muhim. Agarda Xitoy tarixida misoliga 24-26 sulolani hisob qilganda eng cho'ng 4 sulola bor. Birisi Xitoyninki Han sulolasi, ikkinchisi Tang sulolasi. Tang sulolasining qurg'uvchi oilami Xitoy emas hamda. Abjash bir sulola. Ondan keyin bu Moğollarning Yuan sulolasi va shundaqla Manchurlarning Qing sulolasi. Bu 4 devlet tarix boyunca Xitoyda qurilgan hokimiyatning ichida eng cho'ngi. Ama dikkat qilgan bo'lsak, Sharq Turkistonni ishg'ol qilganmi bu cho'ng davlat, bu 4 davlat. Agar ta'tirdan deydigan bo'lsak, Sharq Turkiston bo'lmay turib, Xitoyda qurilgan bir hokimiyat qudratli hokimiyat bo'lamaydi deb bunda aniqlashga bo'ladi. Tarixda Xitoyninki sirtqa ichildigan bir darvoz va sirtqa erishadigan bir ko'rik bo'lgan bir rol bo'lgan Sharq Turkiston. Bugün yeni İpek yolu ile texmi o ahamiyetli bo'ldi. Ondan başka Sharq Turkiston medeniyeti, kültürü, tarihi, ırkı, dini, itikadı, örf adetleri O'rta Osiyo bilan bir bütün. Xitoy bilan bir bütün emas. Xitoyninki medeniyeti, kültüründe yeganedir Sharq Turkiston. Tabii Tibet, Moğollar shunda. Ama Sharq Turkiston bu her cihetten O'rta Osiyo bilan bir bütün bo'lganligi O'rta Osiyoga
beqindigan ahvol Xitoydan beqindigandan ko'proq bo'ladi. Ya'ni nazariya jihatdan. Bir vaziyat o'zgargan chog'da Xitoy hokimiyati, markaz hokimiyati ojizlagan chog'da hozirgi degan kultur O'rta Osiyo bilan bir butun bo'ladi. Shuningga Sharq Turkistonda bir voqea bo'lgan chog'da Sharq Turkistonliklar O'rta Osiyoga qochgan bo'lsa, O'rta Osiyoda bir voqea bo'lgan vaqtida ular Sharq Turkistonga qochgan. Ya'ni tarixdan beri bu bir butun bir rayon bo'lg'ashqa Xitoyninki ansirashma bor. Birinchisi ishg'ol qilgan bir rayon. Ishg'ol qilgan rayon baribir qo'ldan ketib qoladi deydigan ansirash bor. Buni Manchurlarning vaqtida, Gomindangning vaqtidagi tarixda aniq bilamiz. İkincisi bayağı ben degandek O'rta Osiyo bilan bir bütünlük bo'lg'ashqa, islom dunyosi va turk dunyosi bilan bir bütün bo'lg'ashqa, o dünyadaki adamlar, yani o dünyadagini bu islom dunyosi va Türk dünyası bilan bütünleşishninki ehtimoli bo'lg'ashqa ki ulama kuchlanib Sharq Turkistonga qo'l selishdanmi ansiraydi. Bunun arkasında onunki Amerika'daki G'arb devletler qo'l solsa tegimi chatoq bo'ldi deydigan bir ansirash var. Shuningga Sharq Turkistonning muqimligi O'rta Osiyoning muqimligi bilan qo'g'day oladi. O'rta Osiyoninki Xitoy jihatdan deganda muqimligi qo'g'dansa, Sharq Turkistonninki muqimligi qo'g'danadi. Muqim bo'lgan bunday bir muhitda undan keyin iqtisodiy menfaatini qo'g'day oladi, tijorat menfaatini qo'g'day oladi va yeni İpek yo'li strategiyasini amallashtirib oladi. Shuningga bu Sharq Turkiston bu muqimlik jihatdan O'rta Osiyo bilan bir butun ko'rayotgan gap Xitoy. Ama bu bütün ko'rish bayağı men degandek O'rta Osiyolar emas, Janubiy Osiyoni Xitoyga beqindirish va shundaqla Urumchi, Qashqa bu rayonlarninki jalb markaziga aylantirish. Agarda biz diqqat qilgan bo'lsak, misolga Manchur imperiyasi mushu qalmoqlarni mag'lub qilgandan keyin qozoqlarning o'tir juzdagilar va Chandonga biat qilaman deb tirishgan. Chandon hamda ularni tashqi vassal davlat deb ko'rdi. Sharq Turkistonni ichki vassal davlat deb ko'rdi. Ya'ni buning orasida farq bor. Shu vaqtida misolga mushu Kashmir deymiz, Xunza deymiz, hozirgi Ladakh deymiz, hatto bu nima Zarafshan deymiz, O'zbekiston yoda bu Qirg'izistondagi rayondagilar Xitoy bilan bo'lgan munosabatini Manchurlar Sharq Turkistondagi Manchur generali bilan aloqa qurib qilishlar deb buyruq bergan. Yani Sharq Turkistondagi ili generali bu O'rta Osiyo davlatlar bilan munosabat qurdi. Bevos markaz emas. Hozir diqqat qilsak, shu Mashinrining kelgandan beri O'rta Osiyo, Janubiy Osiyo, hatto uzoqdagi Janubiy Sharq Osiyodagi ishlarni shu Sharq Turkiston hokimiyatiga bog'lab o'tdi, Urumchi hukumatiga. Yani Manchurlarninki o tüzümüge o'xshaydigan bir tüzümni ilib beryotdi. O'z vaqtida Manchurlar mundaq bir tüzüm qilishninki sababi Ruslarmi Qozoq topraqlarini ishg'ol qilishga boshladi. Rossiya bilan bunda yüz-yüze kelib urushib so'qishning hojati yo'q deydigan bir tushuncha bor. Mencha hozirmi Xitoy hokimiyatimi ishni Urumchidagi hokimiyatga tashlab qo'yib, kelgusida bu O'rta Osiyoni Xitoy bak cho'nqurlab kirib ketdi-ku. Rossiyaninki achchig'i kelishi mumkin. Yani bir kelib qolsa, ya bizningki yerlik bir hokimiyat ular bilan qilyotdi. Yani markaz bilan bevos emas degandek. Hozir Urumchi hokimiyati shu jihatda iqtisod, tijorat, diplomasiya, hatta bazı medeniyet, kültür, bu sahalardaki hukuqıma ilgi bo'lgandek turdi. Çünkü bular başka O'rta Osiyoda kelganlar hammasi Urumchiga kelib bular bilan ko'rishyotdi. Yani Mashinri bilan Erkin Tunyaz bilan ko'rishyotdi.
Ularmı bularını kabul kılıvadı. Degende mında bir Mançur vaqtidagi siyosatga o'xshaydigan bir siyosatni ilib beryotidi. Bunun sebebi O'rta Osiyo davlatlarini cho'chitmaslik, ikkinchisi bu Rusiyani cho'chitmaslik, balki uchinchisi balki e, Uyg'urlarga biz yaxshi qarayapmiz. Ularga zulm qilmadik. Ular deganning shu xo'shal xuram yashayotganligini ko'z tutish uchunmi Urumchi hukumati qarab munosabatlarni O'rta Osiyodagi munosabatlar toza qo'yiq, aniq munosabatlarni qurib davom qilyotidi deganni deyish mumkin. Bundaq bir o'yi bo'lishi mumkin deb o'ylayman. Diğerleriniz binesi kallamıka kaldı fikir demdik. Muşunu tügesek buldu. Siz de ötkünüzde Xitayning ki tarixten beri Şərq Türkistan'a ehmiyet bergençilik bizden chet eldeki Uygurlarninki üzümüzün vataniga Xitaychak ehmiyet bermegenligini o'ylab qoldim. Siz buni qanday qaraysiz? Buni qanday desak hamda bu Xitoy bir davlat bilan qarag'ashqa bir davlatninki milliy manfaat, umumiy manfaatga ahamiyat bergachga ba'zi rayonlar Xitoy uchun muhim. Biz balki uning ichida yashayotgachqa rayonning ichida va bir hokimiyatninki ta'mini yaqinqi avlodni da'vatiman ta'mini tajribani va bunday milliy manfaat deganlarni bek sus bilgachga bilamidikmiki deb o'ylayman. Balki boshqa sabablarmi bo'lishi mumkin Uyg'urlarninki. Ama Uyg'urlarning ichida, sarxillarning ichida yani bilganlar bor hamda. Strategik jihatda, siyosiy manfaat jihatda, milliy manfaat jihatda buni aniq bilganlar bek jiq emas deb o'ylayman. Aziz kurmanlar, biz bugungi programmamizda Xitoy davlati Xi Jinpingningki O'rta Osiyoga qilgan ziyoratlari nuqsini chiqib turib, Xitoyningki O'rta Osiyo siyosatlarida cho'qim qaraz tuzuqi diplomatiyasi, yenicha mustamlika, undan keyin bu strategik raqobat yoki yumshoq kuchninki kamchiligi qatorliq uqumlarni cho'ridab masalani ovoz qilishtirishdi. Ma'lum sizga ko'p rahmat. Men rahmat etaman.